Men Allohga ishonmayman. Alloh mavjud narsa emas. Shunday deb doim ko'p so'zlagan taniqli onkolog Markus kunlardan bir kun u konferensiyaga boshqa davlatga uchish kerak bo'lib qoladi. Qandaydir sabablarga ko'ra boshqa davlatga uchib borib qo'nishga majbur bo'ladi. Konferensiyaga ulgurish uchun o'sha yerdan bir avtomobil mashinaga o'tirib, konferensiya bo'ladigan joyga yo'l oladi. Shu paytda birdan shamollar boshlanib, yomg'ir quya boshlaydi. Havolar birdan sovib ketadi. Hamma yo'lni tuman bosadi. So'ng esa u yo'ldan adashib qoladi. U adashib qolib, umuman adashib boshqa qishloqqa borib qoladi. Qisqasi u mashinadan tushgach, u tunab qolish uchun ro'para kelgan bir eshikni taqillatadi va eshikni bir ayol kishi ochadi. U juda ham sovqatgan edi. U kasbdoshlariga kech qolganligini ogohlantirish uchun ayoldan qo'ng'iroq qilib olishni so'raydi. Ayol u yerda telefon ishlamasligini va issiq ovqat bilan mehmon qilishni va bemalol tunab qolishligi mumkinligini aytadi. Ular ovqatlangach, ayol, "Keling endi, Xudoga bir shukr keltiraylik. Xafa bo'lmang. Men Xudoga umuman ishonmayman. Yo'q narsaga qanday ibodat qilish mumkin?" deb ayolga aytadi. Xo'p, mayli deb ayol boshqa xonaga chiqib Allohga yig'lab ibodat qila boshlaydi. Ibodat tugagach, Markus ayoldan, "Siz hozir nimani so'radingiz yo'q narsadan?" Ayol, "Meni bitta o'g'lim yomon, juda ham og'ir rak kasaliga uchragan" deb aytadi. Shu voqeani aytib berar ekanman, menda doim ko'zimga yosh keladi. Qanday Alloh buyuk. Dunyoda bitta onkologik professor bor ekan. Markus davolash o'shini qo'ldan kelar ekan. O'g'limi davola olar ekan o'sha debdi. Shu paytda professorni hamma joy zirqirab ketibdi va u tushunibdiki, uchgan samolyoti, yomg'ir, mashina adashib qolib, to'g'ri shu xonadonga kelib taqillatganligini eslab, ayolni yig'lab duo qilganini ko'rgan. Professor shu xonadonga kelganligini va Alloh borligiga iqror bo'ldi.